Xullas, taksi zakaz qilgandim. Moskvadaman o'rtoqlar. Ayol kishi kelyapti. Xurshid ekan ismlari. Ko'ramiz, o'zbekmi, tojikmi, qirg'izlarmi? Qani, go. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? O'zbekistonlikmisiz? Ha. Qarang, o'zbek ayol kishi taksi qilyaptilar. Opa, nima gap taksida? Ishlayveramiz. Benzin problema. Faqat benzinmi? Benzin lekin narxlar ham tushgan. Taksi narxlari tushgan. Qaranglar. Opa bilan bitta intervyu qilaveramizmi? Nima deysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Opa, menga intervyu berasizmi? Men o'zbekistonlik blogerman, agar tanigan bo'lsangiz. Mayli. Beraman. Nima deysizlar? Intervyu olamiz opadan bitta. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar o'zbek ayolini Moskvada taksi qilishi qanchalik qiziq. Ko'ramiz. Bo'ldi, endi kommentariyadan ko'ramiz, qani nechta odam so'rar ekan. Omad opa sizga. Rahmat. Birinchi marta o'zbek ayol taksisida gap yo'q, ko'rib hayron qoldim o'zim. Yana bormi birorta?